Pankreatit, ya'ni oshqozon osti bezining yallig'lanishi. Oshqozon osti bezi hazm bezlari ichida aralash bezlar qatoriga kiradi, ya'ni ham endokrin, ham egzokrin bezlar qatoriga kiradi. Bu bez hajm jihatdan eng katta bezlardan biri hisoblanadi. U ishlab chiqargan mahsulotlar ikki xil yo'nalishda, ya'ni oshqozon ichak tizimi uchun hazm fermentlari ishlab chiqaradi, ya'ni tripsin, hematripsin, amilaza, lipaza kabi oqsillarni parchalovchi tripsin fermentlari, yog'larni parchalovchi lipazalar, uglevodlarni parchalovchi amilaza kabi fermentlarni ishlab chiqaradi. Endokrin tizimiga esa ko'pchilik biladigan, qandli diabetda eshitishgan insulin gormonini ishlab chiqaradi, ya'ni o'zidagi o'sha Langerhans orolchasidagi beta hujayralardan insulin hujayralarini, insulin moddasini, alfa hujayralardan esa glyukagon moddasini ishlab chiqaradi. Insulin qondagi glyukozani me'yorda ushlab turish uchun, ya'ni kamaytirib turish uchun xizmat qiladi. Glyukagon bo'lsa jigardagi zaxira glyukogenni qonga glyukoza sifatida chiqishini ta'minlab berib turadi. Mana shu ikkita ferment orqali organizmda, ya'ni qondagi glyukoza me'yori bir me'yorda ushlanadi. Endi pankreatitga sabablar nima bo'lishi mumkin? Birinchisi spirtli ichimliklar ekan. Ya'ni ko'p spirtli ichimlik iste'mol qiladigan insonlarda pankreatitga uchrash ehtimoli yuqori ekan. Keyingi sabablardan biri o't tosh kasalliklari, ya'ni o't qopida muammosi bor bo'lgan insonlarda, dimlanishi bor, toshi bor bo'lgan insonlarda pankreatitga uchrash ehtimoli yuqori ekan. Nima uchun? Chunki o't yo'li chiqib, 12 barmoqli ichakka quyiladi. Oshqozon osti bezi yo'li chiqib, o't yo'liga ulanadi. Mana shu o't yo'li bilan birgalikda ulanganligi va ikkalasining chiqish joyi, ichakka quyilish joyi bitta bo'lganligi uchun o't tosh kasalligiga yoki o'tdagi muammolarga sabab bo'lgan omil o't qopini, o't yo'llarini dimlanishiga sabab bo'ladi va o't suyuqligini oshqozon osti beziga qarab yurishiga sabab bo'lib qoladi. Mana shu o't suyuqligi endi oshqozon osti bezini yallig'lantiradi va pankreatit chaqiradi.